Qaysi sanalarda tug'ilgan qizlar ko'proq semirishga moyilligi bo'ladi? Bu insonlar birinchi o'rinda birlar va yettilar. Единички и семерки. Birlar deganda bu 1, 10, 19 hamda 28-sanalarda tug'ilgan insonlar. Yettilar bu 7, 16 hamda 25-sanalarda tug'ilgan insonlar tushuniladi. Bunaqa insonlar dangasalini boshlashsa, hech narsa qilmay qo'ysa va divanda yotib olishni boshlashsa, momentalno сразу semirishni boshlashadi. Keyingisi 2lar va 3lar, ya'ni dvoyki, troyki. 2lar deganda bu 2, 11, 20 hamda 29-sanalarda tug'ilgan insonlar. 3lar deganda demak 3, 12, 21 hamda 30-sanalarda tug'ilgan insonlarni tushunamiz. Bunaqa insonlar o'ziga qaramay qo'ysa, chiroyli kiyinmay, makiyaj qilmasdan, go'zallik salonlariga bormay qo'ysa, umuman olganda o'zini tashlab qo'yadigan bo'lsa hamda erkaklik energiyasini, mushkul energetika ko'paytirib yuboradigan bo'lsa, bu narsa sразу ularning vazniga ta'sir qiladi. Va keyingisi bu 14-sanalarda tug'ilgan insonlar, bular duxovnostdan uzoqlashadigan bo'lsa, ya'ni ma'naviyatdan uzoqlashib, biroz xudodan uzoqlashadi deymizmi yoki muvozanatni buzadigan bo'lishsa, bu narsa ularda semirish bilan bog'liq problemalarni keltirib chiqaradi. Va keyingisi albatta bular 6lar. 6lar demak bu 6, 15 hamda 24-sanalarda tug'ilgan insonlar tushuniladi. Bunaqa insonlar slishkom o'ziga prидираться qilishni, o'ziga qattiq talabchanlik qilishni, o'zidan kamchiliklar izlashni, tirnoq ostidan kir qidirishni o'ziga nisbatan boshlashsa, bu narsa ularda vazn yig'ish bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi.